Bundan bir hafta oldin video qo'ygandim. Rossiyaga fura haydaydigan shofyorlarga $10 pul yetadimi yo'qmi deb. Bu masala videoni qayta ko'rib shu narsa men amin bo'ldimki, video shofyorlarga biroz yon bosilgandek bo'lgan, adolatsizlik bo'lib qolganda videoni o'chirib tashladim. Bu 90 ming ko'rilganmi, 100 ming menga qiziq yo'q. Bizga PR kerak emas, bizga adolat bo'lsin. Maqsadim bitta. Kasbimizga, shofyorlik kasbiga harom aralashmasin. Ovqatda yetmagan pulni u boshqa yo'llar bilan topishni o'ylamasin. Uni qanchadan belgilashdi bo'lish kerak-ku tartib. Nech puldan berish kerak o'zi aslida. Nega kam beryapsan degan savol berilmasligi uchun Rossiyada qancha ketdi, Qozog'istonda qancha ketdi, O'zbekistonda qancha ketadi. Hammasini hisob-kitob qilib tashayman, iloji boricha ovqatlarni rasmga tushirib yoki videoga tushirmoqchi. Videolarni ham oldim, lekin qo'yish niyatim yo'q, sababi boshqalarning ko'ngliga ozor berish niyatim yo'q. Hamma tushundim buni. Maqsadim bitta, shofyor bilan mashina egasini o'rtasida ovqat masalasidagi umumiy bir narxni chiqarib olsak, qiynalmaydi shofyor ham, mashina egasi ham qiynalmaydi, ishimiz halollik bo'ladi. Ko'zini yoqa-bu yoqa olma terg'izmaydi. Shunaqa gaplar bo'ladi.